Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim. Nargiz opa, yangi brendingiz keldi. Ya'ni Eclat Lutent brendini ham maqtayapsiz. Qani o'zingiz qanaqa qilib parvarish qilyapsiz yuzingizga? Ya'ni biz bilamizki, sizning yuzingiz quruq, doim chunki aytib kelasiz. Bizni ham yuzimiz quruq bo'lgani uchun aynan siz endi yangi brend bilan nimalarni yuzingizga ishlatyapsiz va ularning effekti haqida gapirib bering degan klientlarim ko'p bo'ldi. Albatta, qarang, hozir kechqurun bo'ldi. Yangi brendimiz Eclat Lutent brendini mening quruq ko'jalar uchun ajinli, quruq, tez har xil proseduralarni olmaydigan, menga o'xshab yuzlar tortilmaydigan, menga o'xshagan klientlarimiz uchun kechki parvarish qilishni o'rgataman. Qaranglar, mening o'zi parvarishim. Yuzimni yuvib tozalab keldim. Demak, Eclat Lutent brendidan Rich Cleansing Milk. Bu bilan artib tozalab olamiz. Bu bir vaqtning o'zida bizni zo'r namlantirib ham beradi. Qizlar, qaranglar, buni har doim oxirgi payt ko'p reklama qilyapman. Chunki qaymoqdek ekan, qaranglar. Meni ko'zim juda ham sixoy bo'lgani uchun bunday narsalarni eshitib qolsam, darrov chopib boraman. Sixoy ko'zaga tegishli nima chiqsa ham darrov chopib boraman. O'shani polni darsga qatnashaman. Qani, nima yangilik kelibdi ekan, nima o'zgarish bo'ldi ekan. E'tibor beryapsizlarmi? Yuz birdaniga elastiklik bo'lib qoldi. Mana yaltilayapti. Qaranglar. Mana bu tomon quruq turibdi. Ko'ryapsizmi? Qizlar, bunisi bitta narsada sinadimda, tozalovchi молочко sifatida ishlasalaring ham mana shunday narsa ekan. Tavsiya qilaman. Ham tozalaydi, ham makiyajni oladi, ham молочко namlantiradi, oziqlantiradi. Hamma yuzga mumkin, qizlar. Erkaklarga ham mumkin. Oxirgi payt erkaklar juda ham ko'p yozishadi, Nargiz opa, nimaga erkaklarni ajratib qo'yasizlar? Axir biz ham bemormiz, bizda ham yuzimiz quriyapti, dog' tushyapti, ajinlar tushyapti, ugri toshmalar toshyapti. Erkaklar uchun ham nimadirlar maslahat qilib, gapingizning orasiga aytib o'tib keting. Biz sizga ishonamiz. Siz aynan aytsangiz biz juda doim o'ylamiz, sizning mijozingiz bo'lgani uchun, o'zimiz ham atirlaringizni ham doim olib turganimiz uchun ham biz sizni juda ko'p yildan beri bilamiz. Siz aytsangiz bari boshqacha. To'g'ri, lekin men ham misol doimiy kuzatib yurgan, aniq ishongan odamlarim bor. Boshqa joyga borishdan qo'rqaman, chunki ular hech qachon meni aldashmagan. Men ham klientlarim uchun shunday ekanman. Juda ham xursand bo'ldim. Endi yuzi qaranglar, yaltillab. Qizlar tabiiy chiroyli ekan, mana qaranglar, bo'yanmasam ham. Yozib yuboringlar kommentariyaga. 40 dan oshgan ayolga shu yuz qalay? Yuzim tabiiy, botkisi yo'q, tortirilmagan, hech narsa yo'q. Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Endi qizlar, Eclat Lutent brendidan biz sutli kislotali balmimiz bilan tozalab oldik. Endi qaranglar, imina quruq, ajinli, terisi sho'ralagan, sovuqqa yuzini toni o'zgargan, charchagan terilar uchun, ajinli terilar uchun, hammasi uchun bittada Eclat Lutent brendidan Serum krem, ya'ni mana qaranglar qizlar, gidrointensiv serum, gidro krem. Nabor qilib olinglar. Quruq va ajinli ko'zalar albatta mana shuni nabor qilib olinglar. Mana bu bilan birga olsalaring ham tozalovchi, namlantiruvchi, oziqlantiruvchi, tinchlantiruvchi, plus mana ajinlarga qarshi, quruqlikka qarshi namlantirish, yuzimizni artib tozalab olganimizdan keyin serum ishlatamiz. Chiroyligini qaranglar. Oyijonlarga, opa-singillaringga yoki ayollarga olib sovg'a qilib berish uchun ham chiroyli upakovka. Turishini qaranglar, qanaqa gustoy turibdi. Haqqaligina bo'lib aytgan joyimga turibdi, qaranglar. O'zim video olsam mazza qilaman-da qizlar, chunki men yaxshilab ko'p gapirib tushuntirishni yaxshi ko'raman. Menga ham ko'p gapirib yaxshilab tushuntirgan odamni yaxshi ko'raman-da. Gapni qisqartirib yarim taqib qo'ysa, men shu miyamga aylanib yuradi, nima dedi o'zi deb yuraman-da. Shuning uchun SMMchim siz ishlaganda mazza qilaman, ko'p gapiraman-da. SMMchim Yulduzxon menga yarim daqiqa beradi, yarim minut, 1 minutning yarmini beradi va juda ham katta bir mavzuni yetkazib berishimga nima talab qiladi. Ma'noli qilib. Voy dod deyman keyin. Kadrlar shunday ko'p.
Qizlar, bitta serumdan keyin qaranglar. Tak. Serum surtib oldik. Serumdan keyin endi krem. Eclat Dutent brendidan gidro kremimiz. Quruq va ajinli charchagan terilar uchun. Wow. Qizlar, shunaqa borku. Kimni kojasi suxoy bo'lsa, обязательно olinglar. Voy, yildan yilga, kundan kunga yaxshidan yaxshi brendlar chiqib ketaveradi-a? Massa. Shu zavod egalarini ham boriga shukr. Shunaqa professional narsalar, shularni miyasi qanday ishlar ekan, shunaqa zo'r narsalar ishlab chiqarishadi. Qizlar yondiku yuz. Qizlar keyin bu uhod bilan borku, bemalol ertasi kun ertalab shunday turib bet-qo'lni yuvib, bitta SPF bilan shu ishlarni ketsalaring ham bo'ladi. Garantiya qizlar vashi borku, yuzni shunchalar davolab, dam oldirib, terini ichki kletkalarigacha polni kirib borib, teringizni regeneratsiya qilib beradi. Yangi hujayralarni tiklab beradi, namlantiradi, oziqlantiradi, ajinlar bilan kurashadi. Iloji tabiiy uslubda sochni bo'lib berasiz. Mana qaranglar qizlar. Eclat Dutent. Seni sevaman. Mana qizlarjonlar. Kechqurungi uxodim bo'lgani uchun SPF ishlatmayman. Maza qilishdan yotaman, uxlayman. Natijani ko'ringlar, yaltillashib qaranglar qizlar. Ham ajinlar bilan kurashadi, ham sizni естественный, tabiiy sochni qilib ko'rsatib turadi. Yana nima kerak bizga? Quruq kojalar, ajinli kojalar shartta olamiz, mazza qilib yosharib chiroyli tabiiy usulda yuramiz. Demak, tozalovchisi qolib ketmasin. Namlantirib, turib tozalaydigan tozalovchisi qolib ketmasin. Quruq kojalar. Tavsiya qilaman. Eclat Dutent. Biz seni sevamiz.